Assalomu alaykum. Hammaga yaxshimisizlar akalar? Sog'lig'inglar yaxshimi? Men bugun bir sizlarga shu bir ishimni ko'rsatay dedim. Mana kichkina do'koncha qilganmiz. Shu do'konchani mana savdo qilyapmiz mana. Popkorn, chips, pista, har xil mana. Kofe bor, pistaning 2 turi bor. Jvachkalar bor, suvlar bor. Chupa-chupslar bor, marmeladkalar bor mana. Qurtopni mayda kichik cho'pligi bor. Popkorn idishligi bor 2 xilidan. Suvlar bor mana, Stanshan, kaplyuslar bor. Chupa-chups keyin yana nima? Marmeladkalar bor, mana kofelar bor. Bunaqa ish qilishadi mana, o'tib turishadi kamazlar. Mana shunaqa yangi uylarda ko'chib olganmiz mana. Yangi uyda eshigini tagida shunaqa savdo qilib o'tiramiz. Shunaqa qilib sizlarga bir uyini tashlab qo'yay dedim. Mana choylarni ichib, mana savdoni qilib o'tiramiz akalar mana. Qurtoplarning katta kichigi bor. 10 so'mlik, 5 so'mlik, 3 so'mlik har xil mana. Shunaqa Birol jvachkalar bor. Zizi balon. Kapchonli qurtoplar bor. Shunaqa gaplar. Mana toza havoda choylarni ichib, savdoni qilib, qo'ldan kelgancha ish qilyapmiz akalar. Shuni bir ilinib sizlarga tashlab qo'yay dedim. 5 minutdan emas, 2,5 minutmi, xudo xolasa qo'ldan kelgancha. Shunday qilib, Nazokir aka. Ko'ryapsizmi aka? Qanaqa chiqdi, zo'rmi, tiniqmi? Uydagilar telefonidan. Xudo xolasa o'zimga ham yaqinda bir yaxshi telefon qilish kerak. Meni ham telefonim yaramay qoldi уже. Xudo xolasa qo'ldan kelgancha mana. Shunaqa yangiliklar akalar.